Ona, armoningiz bormi desam, ko'zingizni yumib oldingiz. Armoningiz bormi desam, ko'zingizdan yosh oqdi. Armoningiz bormi desam, dod deb yig'layapsiz. Nima armon, o'shani ayting. 35 yildan beri kutirayotgan. Ayting desam, akangiz aytmagan, ukangiz aytmagan, opingiz aytmagan bitta so'z borda. Shu so'zni men 35 yildan beri og'zingizga qarayman. Shuni aytib yorarmikin deb, bugun endi shu so'zni eshitay, armon bo'lib qolmasin deb nima qilyapman-da o'g'lim? Qaysi so'z ona? Desam, bir o'zlarini to'xtatdilar-da deydi. O'g'lim, bir marta bo'lsa ham men sizni sog'indim ona deng. Chunki siz kechasi uxlab ertalab turib bag'rimga otilib, bo'ynimga osilib, ona men sizni uyquda sog'inib qoldim, uxlabdir deysiz. Bog'chaga borib, bog'chadan kelib, bo'ynimga osilib, yuzimdan o'pib, bog'chada men sizni sog'inib qoldimdir deysiz. Maktabdan kelib ham bo'ynimga osilib, yuzimdan o'pib, men sizni sog'inib qoldim, maktabdadir deysiz. Shu gapni katta bo'lib aytmay qo'yadingiz. Shu gapni men 35 yildan beri kutyapman-da dedilar. Ichimdan deydi bir hayqiriq keldi-da deydi. Oyoqlarini quchoqlab, "Ona, ona, men sizni juda ham sog'indim" deyishimni bilaman. Ey Robbim, dunyoga farzand keltirib, onalik baxtidagi onalarni eng baxtlisiman. Chunki